Mana qizlar, kapalagingni tushuntiraman. Mana 50 ga 50 santimetrlik mana shunaqa mato olamiz. Men hozir flizerinda ko'rsatib beraman. Mana buni 2 ga taxlab turib, keyin buni yana 2 ga taxlaymiz. Mana ya'ni 4 ta qavat bo'ldi. Mana 1 2 mana 3 4. 4 qavat bo'ldi. Mana shu holatda, mana shu uchidan boshlab, qizlar, mana shu uchidan boshlab aylantirib 25 santimetrga chizib chiqamiz. 25 ga 25. Mana 25 qilib chizib chiqdik. Mana buni kesib olamiz. Endi qizlar, mana shu holatda o'rtasini belgilab olib, o'rtasini ochib olamiz mana. Endi bu ikkita buklov bo'ldi. Mana 2 qavat bo'ldi. Buklovda turibdi. Mana 25 santimetr mana shu o'lchagan joyimizdan proymamizni kengligini qo'yamiz. Bizga necha santimetrlik, mana necha santimetr proymali ko'ylagimizga kerak bo'lsa, mana nima yengimiz o'shani qo'yib olamiz. Mana bizga kerak 22 santimetrlik. Mana shu holatda mana o'lchab olamiz. 22 santimetrni belgilab olamiz. Mana pastdan qizlar 5 santimetr qolyapti. Buni o'ng tomon ustiga chiqadi. Mana shunaqa holatda chizib olamiz. Yana bir qator qizlar o'lchab olamiz. Mana shu holatda endi qizlar buni kesib olamiz. Bu hozir qizlar 25 santimetr bo'ldi. Mana bunaqasi 20 santimetr. Mana ochiqligi 20 santimetr. Endi buni hozir qanaqa holatda turishini ko'rsatib beraman. Bu hech qayerga chop tushmaydi. Oldiga ham, orqasiga ham. Mana qizlar, meniki endi qilib ko'rsataman. Hozir men bu yerda bitta narsa esimdan chiqib ketibdi. Mana buni kesganda qizlar ikkalasini ham teng o'rtasini kertim berib olish kerak edi buni. Bir xilda mana o'rtasini mana shunaqa holatda kertim berib olamiz, chunki bu yengga qo'yayotganda yelka chokimizga mana baland uzun joyi, mana bu yon chokimizga kalta joyi to'g'ri kelishi kerak. Ko'rinmayapti. Mana qizlar, mana shu holatda yengimiz bizga tayyor bo'ladi. Mana juda chiroyli turadi. Yozgi ko'ylaklarda ko'proq ishlatsalaringiz. Mana tikilgan singari buni mana yelka chokidan mana bilaklalarimizni sayib chiqamiz. Mana shu holatda. Mana qizlar bilaklarni sayib chiqdim. Bu joy o'yindasi xohishga qarab. Ko'ylak tayyor bo'lgandan keyin bichib olsalaringiz yaxshi qizlar. Chunki o'shanda necha santimetr proyma qolganligi